Ay. Yaxshimi? Yaxshi tudingmi? Uni topdinglarmi? Shunda. Mayli. Tez, meni uning qiyshiq boshlab bering. Yo'lda kelgich jafo chekding. Aqchan charchapin qolgansan, at ko'rishaylik. Men seni boshlab dedim, Kamol. Taraqqiyot rayoni edi. Uzun bo'ldi. Uni oxir topdi. Dadam eng oxirgi nafaslarida uni cho'qim izlab tepishimni aytgan. Balki bu mening eng oxirgi, hayotimdagi eng oxirgi fursatim bo'lishi mumkin. Rostimni aytsam, yuragim qibidan chiqib ketay deb o'tdim. Boshlaydir. Keldik. Boshlaydir. Ha? Keldik. Keldik bu. Ha. Biz izlayotgan Osh yo'l bo'yidagi baqqol Osmonboy shu ekan. Men berib ahvoliga kelib kelaymi? Bo'ldi. Men o'zim boray. Ma'qul. Dal mushu chiray. Aniq esimda. Vaqt o'zgargan bilan odam faqatla o'zgarmaydi. Canım balam, atigan taqsan 200 koy pul verdim-ku. Pul qanmidi menda hozir? O sen bergen 200 koy pulun ağabeylerimle xajadigan yetmidi çört. Vaqtimni almay pul bere pul. Acab içimni sıqdi. Canım balam, bayliqimning hammani sen vayron qilding. Qayrig'anda bir xotirjam o'lgil qo'ysang bo'lmamdi meni. Voy voy, acab içimni sıqding dada. Senmi cho'ng bo'lib qolding. Bir hayada ishlasang bo'lmamdi deyman. Qachongacha mendan pul so'rab yuraysan deyman. Voy, meni qilib qo'ygan qo'lim meni qilg'ing bu. Gila. Voy, bunda chiqni qilasan deyman. Gila bo'ldi voy bu. Qilma. Balam bu qilg'ing bo'lmadi. Ay, esat. Canimga jazo olding-ku sen, ha? To'xta. Balam bu qilg'ing bo'lmadi. Voy, oldin qilib biz izlayotgan ening ashu shu. Sen çık, maşını saklap da. Onun yerine özüm var. Oldu, qaytaydı. Nima? Maşını taklı mı? Dilshod, bu senin arzuyun edi-ku. Men qaytayli dedim.
hech narsa degim yo'q. Restoran qayda? Shirkatga qaytaylik. Bo'ldi, shirkatdaydi. Bo'ldi. Sizlar chiqib ishinglarni qilaveringlar. Agar bir ish bo'lsa, sizlarni o'zim chaqiraman. Başlaydı. Başqa bir iş bolsa deysangiz, men o'rinlashtirib turay. O'rinlashtirgudek boshqa ish bormi? Mahliya, kallam faqat joyida emas. Ko'nglimda orom yo'q. Sizlar chiqib ishinglarni qilavering. Agar bir ish bo'lsa, sizlarni o'zim chaqiray. Sen o yolda jabba chekding. Yaxshiroq oromingni ilib ol. Bo'ldi, biz chiqib ketaylik. Kamal, Hı? Satep, sen bilan paranglashqanmi? Ma'qul. Gap qila. Men bo'ldi? Seningcha u Rostili Osmonboymidi? Ha, Jazm qila olamsan. albatta. Men bu ishni inchik tekshirdim. O Osmonboy shu ekan. O ilgari bakli boykan. Onun vayron bo'lishiga balkim boyqi o'g'il sababchi bo'lishi mumkin. Demak, u yigit uning o'g'li-kanda. Ajaba u mening inimmi? Balkim shundoq bo'lishi mumkin. Men faqat tushunmadim. Dilshod. Agar meni yerdan og'inim deb bilsam, necha yildan beri, 20 yildan beri to'xtamay, kech kunduz sening qalbingni o'rtayotgan, yelkangni tatlayotgan osh hikoyangni hamda bu rayimsiz reallikni menga deb berishni xohlamsan. Bu 20 yilning oldidagi ish. U chog'da dadam hayot edi.